O'rtoq, nomodda stol adashtirib qo'ymadingizmi? Alo. Voy bolam, yaxshimisan? Aya, yaxshimisiz? Yaxshiman bolam. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Aya, uyda svet bormi? Svet yoqib beribsan-ku bolam. Baraka top. Gazdan, yeb ichishdan kamchilik bo'lsa bemalol menga aytavering, xo'pmi? Ro'zg'orlarni ham, gazlarga ham pulni to'lab berib ketibsan-ku. Sovuqda o'tirmaylar deyman-de. Sherzod bolam, amakilar so'rayotgandilar. Mana gaplashgan. Assalomu alaykum, amaki. Va alaykum assalom, bolam, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Rahmat, bolam, baraka top. Arzimaydi. Anu dorini olib kelar ekansan, oyog'im og'rig'ini shunda oldi. Oyog'im umuman og'rimayapti, baraka top. Nimadir kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar, xo'pmi? Men xonangga beryapman, gaplash. Voy bolam, o'zingni ota-onangga qaragancha bizani qarayapsan. O'rtog'im qachon kelar ekan, o'qishga ketdim deb. Hali ham kelmaydi, sog'inib ketdim bolam. O'zi kelsa, o'zi ham senga o'xshab qoldi. Ishlab yuribdi-de. Yaxshi sharoitda yashashingiz uchun harakat qilib yuribdi. Ko'p pul topib hali qaytadi oldinglarga. Toshkentda ishlash osonmi? O'sha bolaman. Bizani boqaman deb o'shalarda qiynalib ishlab yuribdi. Aya, yana telefon qilaman. Ha, mayli. O'zingni Yaxshi dam oling. Yaxshi dam ol bolam. Baraka top. $5 million. Yaxshi. Bu pulga ota-onaga qancha tuxum, non, issiq o'tirishiga gazga, qorong'ida o'tirmasligiga, svetga pul to'lasa bo'ladi. Sen bo'lsa bitta o'tirishga to'layapsan. Ha, boy gapirishingizni olamiz. Bizada ota-ona hamda ahvoli ekanlar-ku. Biz hozir o'zimiz bilmasdan mazza qilib birovni ota-onasini haqini yeb o'tirgan ekanmiz-de. Ha? Har oy bizga o'tirish qilib bergandan ko'ra bir marta ota-onangdan xabar ol. Erkak, Hamma o'ziga nega o'zi to'lab ketsin? Bilib bo'ladimi? Birovning haqqini gazli suv ham hazm qila olmaydi. Ketdik. O'qishga ketaman deb yo'q bo'lib ketganingga necha yil bo'ldi? Biza uchun, o'rtoqlaring uchun, mahalla ko'y, qarindoshlaring uchun sen o'lgansan. Ota-onangdan tashqari. O'shalar duo qilgani uchun ham yashab yurgandirsan balki. Bo'lmasa allaqachon shu ovqatingga tiqilib o'lgan bo'larding.